Assalomu alaykum qadrli hamkasblar, aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Xabaringiz bor, Sho'rtangiz kimyo majmuasida barcha ishchi xodimlar uchun bepul ovqatlanishlar tashkil qilindi. Bugungi kunda Sho'rtangiz kimyo majmuasida 6 ta oshxona o'z faoliyatini yuritmoqda va hozir biz har bir oshxonaga kirib, taomlarning sifati, oshxonalardagi shart-sharoitlar, umuman gigiyena qoidalari haqida ishchi xodimlarimizdan so'rovnoma o'tkazmoqchimiz. Qani ketdik. Bugungi kunda mana Sho'rtangiz kimyo majmuasida barcha ishchi xodimlar uchun bepul ovqatlanish tashkil qilindi. Ovqatlarni, taomlarni mazasi haqida bir ikki og'iz fikringiz. Tashkil qilingan ish bo'yicha ishchi xodimlar minnatdor, rahbariyatdan yaxshi tashkil qilindi. Endi yangi yo'lga qo'yilgan tizim uchun hali takomillashadi. Lekin alohida minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu narsani tashkil qilgani uchun rahbariyatimizga. Mana oshxonamizda ham o'zgarishlar katta bo'ldi. Hamma ishchi xodimlarga ovqatlar bepul tarqatiladigan bo'ldi. Ovqatlarimiz ham yaxshi, o'zgarishlar sezilar darajada. Sharoitlar yaxshi, gigiyenik tomonlama hamma narsa toza. Ishchi xodimlarga ham rahmat, oshpazlarga ham rahmat aytamiz. Sifati a'lo, hammasi yaxshi, ovqatlari. Ovqat yaxshi, shirin. Hamma narsa yetarli. Sanitariya holati ham yaxshi, yomon emas. Sifati yaxshimi, rostdan ham yaxshimi o'zi? Yaxshi bo'lmasa yeyman odamlar. Salqinligi, musaffoligi, kompotlar, yaxtayiligi juda hamma sharoitga man. Bir og'izda aytganda nasisto. Taomlarga gap yo'q, hammasi mazali, xilma-xil. Bepul, muhimi, hammasi tartibli, tashkillashtirilgani yaxshi. Rahmat hammasi uchun. Obedlari, ovqatlari juda ham ajoyib, salatlari sveji, kompotlari yaxtakkina. Shu tashkillashtirgan tashkilotchilarimizga kattakon rahmat, minnatdormiz. Очень вкусно. Все свежее. Вот арбуз сегодня дали. Компот всегда вкусный, сладкий. Спасибо нашему руководству за бесплатные обеды. Salqin, hamma narsa bor. Kutib turmaysiz, ochilib emas. O'z vaqtida yeb chiqib ketyapsiz. Ovqatlar zo'r, kamchilik yo'q. Bir kun boshqacha, bir kun boshqacha chiroyli ovqat qilib beryapti. Juda shirin. Oshpazlarimizga kattakon rahmat, baraka topsin. Shunday sharoitlar yaratayotgan rahbariyatimizga ham kattakon rahmat. Ikki kosalar yedikda. Qanday sifat, yaxshimi? Sifat yaxshi, zo'r. Toza. Gigiyena masalalar hammasi a'lo darajada yaxshi. Ovqatlar vaqti-vaqtiga berilmoqda. Ovqatdan kamchilik yo'q. Yaxshi, zo'r. Ovqatlarimiz yaxshi, hammasi to'yimli. Issiq non, salat, kompot, ovqatlar go'shtli, hammasi joyida, yaxshi. Rostdan yaxshimi? Ha, rostdan yaxshi. Yo'q, yaxshi. To'ydik, bir porsiya ovqatga to'ydik. Ovqatlar yaxshi, normal. Kaloriyasi zo'r. Tozaligi ham joyida. Rahmat. Shu yerda xizmat qilayotgan oshpazlarga. Ovqatlar me'yordan yaxshi, sharoitlar yaxshi, ochrat yo'q, avvalambor. Hozir mana tarvuz berishyapti, sizga tarvuzlar ham yaxshi. Kompotlar hammasi joyida. Oshxonada xizmat qiladigan opalarga ham rahmat.